Ayni paytda Toshkent xalqaro aeroportidamiz va bu yerda joriy yilda yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan Osiyo chempionatida o'z tarixini yangilagan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'zbekistonlik sportchilarni kutib olishga bag'ishlangan tantanali marosim amalga oshirilmoqda. Jarayon Bojxona qo'mitasi hamda Yengil atletika federatsiyasi tomonidan amalga oshirilyapti va bu yerda kutib olish maqsadida sport ixlosmandlari, ularning ota-onalari va yaqinlari jam bo'lishgan. Jarayon Anxoruz uchun ham qiziq va biz ayni paytda Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Osiyo sahnasida yangi rekordlar va yangi tarix. Yengil atletika bo'yicha U18 Osiyo chempionatida O'zbekiston 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar terma jamoasi portlovchi natijalar bilan ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 3 ta oltin, 5 ta kumush va 4 ta bronza. Bu O'zbekiston yoshlardan iborat mamlakat jamoasining chempionatdagi eng yuksak natijasi. Musobaqaga tayyorgarlik jarayonlari juda ham yaxshi tashkillashtirildi va buning natijasida ko'ryapmiz. Mana Osiyo chempionatida O'zbekiston yengil atletika terma jamoasi umumjamoa hisobida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, tarixiy natijani qo'lga kiritdi. Shuni yana bundan biz juda ham kuchli motivatsiya olib, Los Anjelesda bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlariga ham shunaqangi qattiq tayyorgarlik ko'rish va litsenziyalar olish, u yerda ham oltin medallar olib kelishga albatta va'da beramiz. Osiyo chempionati davomida Sadafbonu Nusratullayeva 2000 metrda nafaqat oltin medalni, balki chempionat va O'zbekiston rekordini ham yangiladi, dedi biz bilan suhbatda O'zbekiston Bojxona qo'mitasi mas'ul xodimlari va Yengil atletika sport federatsiyasi a'zolari. 2 kilometr to'siqlar qo'shib, yurishda birinchi o'rinni egalladim. Bundan juda qattiq xursandman. Raqobatlar juda zo'r bo'ldi. Shu fursatdan foydalanib, trenerimga kattakon rahmat aytaman. 6:44:99 O'zbekiston rekordini yangilab keldik. Uning ortidan Nasimaxon Mamirova kumush, erkaklar bahsida Shohjahon Xayrullayev kumush, Safiya Nikolayeva esa 7 kurash bahslarida 4904 ochko bilan navbatdagi kumush medalni O'zbekiston jamoasiga olib kelgan. Shuningdek, Anastasiya Silchenkova, Shodiyona Rahmonova, Marjona Saydullayeva, Shahribonu Zaripovalar Osiyo chempionatida o'zlariga tegishli bo'lgan medallar bilan taqdirlanishgan. Natija esa tarixiy. Это первый мой в карьере чемпионат Азии. До этого я выступала на соревнованиях «Дети Азии» в Якутске, но этот чемпионат Азии намного масштабнее и эмоций от него больше. Дальше у нас будут азиатские игры, уже намного более статусные. Будем готовиться к ним и, надеюсь, тоже покажем высокий результат и одержим победу. Мы очень сильно обрадовались, что за столько лет мы, Узбекистан, заняли второе место среди команд. У нас были такие эмоции, все были счастливы. Я участвовала на дистанции 3000 метров, 3 километра. Какое место у вас? Первое. O'zbekiston terma jamoasi ilk bor Osiyo chempionatida umumjamoa hisobida ikkinchi o'rin. Ushbu jarayonlar esa ko'rib turganingizdek Toshkent xalqaro aeroportida ayni Osiyo chempionatida mamlakat sha'nini munosib himoya qilgan sportchilarni kutib olishga bag'ishlangan tantanali jarayonlar. Ushbu jarayonlar esa ularning tarixiy g'alabalariga bag'ishlangan. Andijon viloyatida 2 nafar sportchi o'z shogirdlarim ishtirok etdi. Xudoga shukr 2 sportchi ham medalga qo'lga kiritdi. Jo'raboyev Jahongir birinchi o'rinda oldi ko'p kurashda, Mavira Nasima 2000 metr to'siqlar yugurishda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Tayyorgarlik jarayonlari Toshkent shahrida o'quv mashg'ulotlari bo'ldi. Musobaqa ham juda ham qiziq va murosali bo'ldi. Jo'raboyev Jahongir mana oxirgi kun musobaqa qatnashdi. Shu medalni oldi, umumjamoa hisobida biz ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu yengil atletika tarixidagi birinchi marta kuzatilgan holat ikkinchi o'rin. Ular ham ancha tayyorlangan, kuchli. Endi o'zimiz ustimizda ishladik. Xudoga shukr, shungacha trenerim, ota-onam aytganidek qarshi qancha nima bo'lsa ham o'z kuchimiz bilan, o'zim kuchim va trenerlar kuchlari o'tirib, trenerim, ota-onam kuchi bilan erishdim. Men o'zim ko'p kurash, nimaga bora 10 ta tur, yengil atletika 10 ta tur bilan shug'ullandim. Tayyorgarlik juda qiyin, qattiq, o'zimiz ustimizda juda ko'p ishladik. Qiyin bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, Osiyo chempionatida O'zbekiston sharafini munosib himoya qilgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yengil atletika sporti tarixida o'zlari uchun tarix yaratishdi va mana shunday ko'tarinki kayfiyatda kutib olindi. Jarayon esa keng jamoatchilik, mutaxassislar, sport ixlosmandlari ishtirokida qizg'in qo'llab-quvvatlanmoqda va Bojxona qo'mitasi, qolaversa Yengil atletika federatsiyasi sport vazirligi tomonidan
Ishtirokchilarning kelgusi faoliyatlariga bildirilayotgan niyatlar, tilaklar esa mana shu yerning o'zida boshlangan. Yengil atletika bu insonning jismoniy imkoniyatlari, chidamlilik, tezlik va iroda kuchi sinovdan o'tadigan eng qadimiy sport turlaridan biri. Bu sportda har bir soniya mehnatning mevasidir. Har bir metr sabr va mashqning ifodasidir. U yugurish, sakrash, uloqtirish kabi turli yo'nalishlarni birlashtirgan olimpiya sportlarining yuragi hisoblanadi. Bugun O'zbekiston nomini Osiyoga tanitayotgan yosh atletlarimiz bu shunchaki medallar sohibi emas, ular irodaning timsoli. Ular yutuqqa ishonch bilan yurilgan yo'lning natijasi. Har biri o'z yurti, murabbiyi, oilasi uchun g'urur manbai. Bu medallar yengil atletika bo'yicha xalqaro musobaqalardagi ilk katta g'alabalardan biridir. Ammo bu eng yuqori cho'qqi emas, balki unga olib boruvchi yo'lning boshlanishi. Sportchilarimizning ishonchi, yurtning e'tibori, xalqning duosi barchasi bu g'alabalarni yanada ko'p, yanada yuksak qilishi shubhasiz. Albatta, Yengil atletika sport federatsiyasi O'zbekiston bojxona qo'mitasiga biriktirilgandan so'ng ularning dastlabki yutuqlari ham mana shunday shiddatli tarzda boshlanmoqda va bardavom bo'lsin. Anxoruz o'z reportajlarini davom ettiradi.